ko'pchilik borda, mana siz kechagi intervyuda ham shuni ko'rdim. Mana qurilishda ishlaydigan og'ir mehnat, ya'ni jismoniy mehnat bilan pul topadigan odamga kitob o'qigin desa, kitob menga nima beradi degan. Okajon, bunga Qur'onda javob qaytib turdi. Ularning qalblari qulflab qo'yilgandi, ko'zlari ko'r, quloqlari kardir. Ularga hech narsa ta'sir qilmaydi, hatto otib tashlasangiz ham. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun quyidagi fikrlarga o'z ojizona fikrimni bildirmoqchiman. Bu fikrim quyidagilardan biri. Qurilishda ishlaydigan, og'ir mehnat qilib pul topadigan odam aytayaptiki, kitob menga nima beradi deyapti. Ya'ni kitob o'qi deyilsa, u aytayapti, kitob menga nima beradi deyapti. Va bu yerda unga berilish kerak bo'lgan javob, kitob seni ilmingni rivojlantiradi, sen hozirgidanda ko'proq pul topishing mumkin. Yoki mana shu orqali o'z kasbingni sal yengillatishing mumkin. Yoki bundan ham chuqurroq javoblar berilishi kerak va men bu Xayrul Asad akamizdan shunaqa javob kutgandim. Lekin bergan javoblari shunday bo'ldiki, bu insonlar Qur'onda keltirilgan, ularning qalblari qulflab qo'yilgan. Kimdir kitob menga nima beradi desa, seni qalbing bloklab qo'yilgan. Xo'p, bu bir-biriga mos kelmaydi. Savolni to'g'ri tushunish javobning yarmiga teng. Qolgan yarmiga o'sha javobi beriladi. Qur'ondagi bu qalblar qulflab qo'yilgan oyati bir munofiq, iymon keltirmagan kofirlarga xitob qilingan. Buni musulmonlarga qo'llash bu to'g'ri emas. Davom etamiz. dedilar. Ha, sekretli ishlari bor edi dedilar. Nima desalar, bir muhtoj insonga yordam berib ekanlar. Kirsalar, bir ko'r, qo'l oyog'i shol inson ekan. O'shanga qo'l oyoqlarini masaj qilyotsalar, u gapirayotganmish. "Ey, nimcha qo'llaring qattiq bo'lib ketdi, nimcha qiynalib o'tirsan meni" debdilar. Keyin non berayotgan ekanlar. "Nimcha nonni oldin chaynab berarding-ku, nimcha og'zimga loqta-loqta tiqib qolsan" debdi. Keyin yetib qoldi shu ko'r inson. Shunday sarvari olam degan narsa odam chiqibdi. Shunday gaplarni gapirib o'tgan ekan. Ularning gaplariga quloq solmagin, xo'pmi debdilar. Shunda Abu Bakr ko'zlariga yosh kelibdi. Sizga shuncha yildan beri yordam bergan odam shu edi-ku. Shu edi-ku sizga yordam bergan sizlar. Shu odam nimaga degan ekan bilasizmi? Ey Alloh, ko'zlarimni ko'r qilding. Qo'l oyog'imni shol qilding. Qalblarimni ham ko'r qilgan ekansan-ku. Qalblarimni ochilganingga rahmat qilding. Umr bo'yi azob tortdim. Lekin qalblari ochilishi sababchi bo'ldi. Xo'p. Kitob menga nima beradi? Savol berilyapti. Bu yerda aytib bergan rivoyatmi bu nima bilmadim. Iymon haqida gap ketyapti-da, o'zi eshitgan odam tushunadi. Ya'ni bu odam kitob o'qimaganligi uchun yoki bir boshqa narsa uchun emas. Payg'ambar menga xizmat qildi, lekin men uni qo'liga, uni eshitib, uni oldiga iymon keltira olmadim deb qalbimni ko'r qilgan ekansan Alloh deb iymon keltirdi-da. Bu yerda o'tgan kunlar romanini yoki Mehrobdan chayonni o'qimagani uchun u nima deydi, qalbimni ko'r qilibsan degani yo'q. Nima uchun umr bo'yi azob topdi? Nima uchun? Albatta iymon keltirmagani uchun. Boshqa narsa yo'q. Lekin yaxshilikni sabab qilinglar, qilaveringlar. Sabab qilinglar. Nima uchun sabab qilasizlar? Yaxshilik? Bir tarafdan to'g'ri. Masalan, bundan oldingi rivoyatda shu narsa bor edi. Payg'ambarimiz yaxshilik qilyaptilar, besabab qilyaptilar. Quyidagi narsadan shuni olsa bo'ladi, yaxshilikni olsa bo'ladi. Lekin ikkita masaladan, boshidagi Qur'ondan keltirilgan narsalardan bu kitob o'qimaslik, kitob haqida bir narsa aytilmagan.